Jinoyat sodir qilib, qamalib qolgan shaxsni muddatidan avval ozod qilsa bo'ladimi degan savolni juda ko'pchilik berishadi. Kelinglar, hozir mana shu masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga qaraydigan bo'lsak, kodeksimizda belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, qamalib qolgan odam qamoqda paytida belgilangan tartib-qoidalarga agar rioya qilib kelayotgan bo'lsa va mehnatga halol munosabatda bo'lsa, muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinishi mumkin. Faqat buni ham yana tartib-qoidasi bor. Unga ko'ra, agar delik shaxs ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, sud tomonidan unga tayinlangan jazoni kamida 3dan 1 qismini o'tab bo'lgandan so'ng shartli ozod qilinishi mumkin. Yoki shaxs og'ir jinoyat sodir qilgan bo'lsa, unga sud tomonidan tayinlangan jazo muddatini kamida 3dan 2 qismini o'tab bo'lgandan so'ng shartli ozod qilinishi mumkin. Agar shaxs deylik o'ta og'ir jinoyat sodir qilgan bo'lsa, ushbu holatda shaxs tayinlangan, ya'ni sud tomonidan unga tayinlangan jazo muddatini kamida 4dan 3 qismini o'tab bo'lgandan so'ng unga shartli ozod qilish qo'llanilishi mumkin ekan. Demak, muddatdan avval ham ozod qilsa bo'lar ekan, faqat buni o'zini tartib-qoidasi bor ekan, shunga mos kelish kerak ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.